4-aprel kuni Samarqandda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti yakunlandi. Tadbirda Yevrokengash raisi Antonio Koshta va Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen, shuningdek, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari ishtirok etishdi. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammiti kelajakka sarmoya kiritish shiori ostida bo'lib o'tdi. Ursula von der Leyenning aytishicha, Yevropa Ittifoqi Global Gateway dasturi doirasida Markaziy Osiyo davlatlari uchun 12 milliard yevrolik sarmoya paketi tayyorlagan. Yevrokomissiya rahbari 4 ta ustuvor yo'nalish, Trans-Kaspiy transport yo'lagini, ikkinchisi o'ta muhim foydali qazilmalar, uchinchisi yashil energetika va to'rtinchisi raqamli aloqa va sun'iy yo'ldoshli internet bo'yicha hamkorlikni alohida qayd etdi. 12 milliard yevrodan 3 milliardi transport sohasiga, 2,5 milliardi muhim xom ashyoga, 6,4 milliardi energetikaga, 100 millioni Markaziy Osiyoda sun'iy yo'ldosh internetini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Von der Leyen Markaziy Osiyo haqiqiy xazina ekanligini va bu boyliklar nafaqat foydali qazilmalar, balki kelajak iqtisodiyotining poydevori ekanligini, bu esa muqarrar ravishda global o'yinchilarning e'tiborini tortayotganini ta'kidladi. Sammit yakunlari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari va Yevropa Ittifoqi davlatlari strategik hamkorlik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani qabul qildi. Markaziy Osiyoda geosiyosiy kurash ketmoqda. Bu kurashning global o'yinchilari Rossiya, Xitoy, AQSh va Yevropa Ittifoqidir. Rossiya o'z nazorati ostidagi tashkilotlar va harbiy bazalar yordamida Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Xitoy Markaziy Osiyoga kredit va sarmoya kiritish orqali kirib kelmoqda. 2024-yilda Markaziy Osiyo va Xitoy o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi qariyb 95 milliard dollarga yetdi. Mintaqa Xitoy uchun Rossiya va Yevropa bilan muhim quruqlikdagi tranzit aloqasi hisoblanadi. Amerika bu mintaqada O'zbekiston va Qozog'istonga alohida e'tibor qaratadi. Chunki yetakchilik bu ikki davlatga tegishli deb hisoblaydi. Amerika bu mamlakatlarni kelajakda o'zining asosiy dushmani Xitoy bilan to'qnashuvga tayyorlashga harakat qilmoqda. Bu mustamlakachi davlatlar hamisha o'zlarining g'arazli manfaatlaridan kelib chiqib harakat qiladilar. Markaziy Osiyoda omon qolishning shafqatsiz o'yini bor. Unda kuchlilar kuchsizlarni yeydi. Bu o'yindagi o'yinchoqlar Markaziy Osiyo davlatlarining hukmdorlari bo'lib, bu orqali yirtqich o'yinchilar musulmonlarning tabiiy boyliklariga va strategik ahamiyatga ega transport kommunikatsiyalarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Alloh taolo musulmonlarga kapitalizm zulmatini tarqatib yuboradigan Roshid xalifalikni nasib etmagunicha dunyo kapitalistik tuzum zulmi ostida qolaveradi va bu Allohga osondir.